İsmat, sen aroq umuman ichma, tushundingmi? Kecha hamma odamlarni so'kib chiqding. Yo, Trampni nimaga o'lik qilasan? Trump kimmi? Amerikaning prezidenti. O onasining ko'p ichimman-da undan. Shu uchun ichma Ismat. Ko'tara olmaysan sen. Hey Alkash, og'zingdan qon ketdi. Kechalama bechalarni onangga deb so'kding. Topib qo'ymading bechalarni. Nima demoqchisan? Nima demoqchisan? Ayt. Hey Alkash, qayta bir ko'ring. Ismat. Alkash, yana ichimmi? Erta sen militsiya yozib beraman, qistamasan so'kaver. Sandan menga nimadir deb ketding-a? Sani butun urg'aymog'ingga quritaman, tushundingmi? Xohlasam ichaman, xohlasam Qanaqa odamsan? Yoshing katta bir mahallada odamlarga o'rnak bo'lishing kerak. Nimaga yana so'kib o'tiribsan? Odam bo'lmaydi bu, rais bu odam bo'lmaydi. Gapir, kechagi tillaring qani sening? So'kib o'tiran tillaring. kechirasizlar meni, kechiringlar keyin. Dada, men jo'rlarim bilan futbolga borib keling. Shu bashangiz bor-ku. Bekorda futbol, kompyuter o'ynaydi. Uy to'g'an Rossiyaga hozir chiqib ketdi. Mana. Chiq. To'g'ri qilding. Zo'r ish etdingiz. Rossiyada ishlab pul topardim. Ha? İsmet! Hey İsmet! Turay! Men bu yerdan ma'lummi? Bana oğlum sen geçemezsin de oyunu sattık şirde arıq boyunu yoksan. Nima? Bilim ben, sen köter olmayan ara. Kimdir bot bir yerini sat olmaysan dedi sattın yani oyuyam. İki tane oğul pulga sattık gata oyu. Cilliye gelin sen, içime kaydı. Uyumu sotdim. Aha! Uyumu sotdim. Sen yığlama ey! Ben kanak mol dünya topladım ayağım muhumu bir yere koygan olduk. Başamam Rossiyaga gitti. Tamam aşağı kaydı işimiz. Qaytib ichmaymiz. Qina borasizlar o'zi? Evet. Afrikaga ayda. Ya. Jillimi siz ham Afrikadan nima qilma mollar qarashing. Hozir 5 minutda kelamiz, yo'ling ketdik.